Ovqatlanganib boramiz ham, ha? Men uyga keta qolay. Halo, oyligim chiqmagan. Sandan bu kun pul so'rayaptimi? Men to'layman, ketdi. Boyvachcha, bizda ham pul bor. Hamdingga o'zim to'layman, ketdi. Bizga qaravorlaring. O'rtoq, o'sha kuni uy to'yinga ham kinaga artist qolmabdi. Uyga ham shohona qo'yibsan. O'zi nima ish qilyapsan, sir bo'lmasa. Hammadan bekitsam ham, salladan bekitmayman. Og'ir kasallarni rasman ustiga o'zimni kartamni qo'yib, srochniy operatsiyaga pul kerak deb internetlarga tarqatib tashladim. Pul kelishini eplab olmayapti. Sanchi? Sen ham ancha o'zingni tiklab olib, mashina olibsan. Sen nima ish qilyapsan? Har doimgi ishim. Faqat boshqacha taktika qolmadi. Kartani ochaman, salladan hech narsani bekitmayman. Qovun taruzga zo'r dori topganman. Bitta dorilab olaman. Mazasi shirin bo'lmasa ham, fesi ham, kattaligi ham 2 barobarga oshib, normalniy pul oqib kelyapti o'rtoq. Tushunadi. Shu dorilayotgan qovun tarvuzlaringni farzandga yedira olasanmi? Yo'q. Sanchi, boyligini boylab berib qo'yganda bo'ylayapsanmi? Shu nomini sotayotgan odamlaringni qarg'ish urib, hashamatli uyning ichida oilang, bola chaqang bilan yonib ketsa nima qilasan? Bunaqa yo'l bilan topilayotgan pulga salla bilan ovqatlanganimdan ko'ra, ani ko'chadagi iti bilan ovqatlanganim yaxshi. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.